Bugun ustolar bilan Turnobol akasi, ya'ni xalq tili bilan aytganda Danabol haqida gaplashamiz. Ko'pchilik meni direktimga murojaat qiladi, "Aka, Danabol haqida ozgina ma'lumot bering" deb. Hozir men sizlarga plus va minus taraflarini aytib o'taman. Danabol bu metallarning oilasiga kiradi, hozir sizlarga plus taraflarini aytaman. Birinchi 2 haftaning ichida sizlarga nerealniy ves beradi. Bu endi ichgan odamlarda 7-8 kilogacha ves berish kuzatilgan. Ikkinchi plus tarafi bu 3 haftaning ichida nerealniy energiyali ko'tarilib ketadi, ya'ni nima? Kuch beradi. Hozirgi ishlayotgan holatingizda 10 kilo, 15 kilo ko'tarayotgan bo'lsangiz, 3 haftaning ichida 30-40 kilogacha ko'tarish imkoniyatini beradi. Endi minus taraflari. Danabolda plus tarafiga qaraganda minus tarafi juda ham ko'p. Hozirlik ushalarni sanayman. Birinchi o'chirt atka juda ham kuchli bo'ladi. Bu sizlarga birinchi o'chirtda jigarga nagruska beradi. Ikkinchi o'chirtda o'zi ishlab turgan testosteroningizni juda ham tez tushirib yuboradi. Uchinchi o'chirtda bu ginekamastiyaga olib keladi. To'rtinchisi soch to'kilishi, beshinchisi bu estradiolni juda ham yuqoriga ko'tarib yuboradi. Kerakli videolarni kuzatib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.